Doim motovloglarni yoki mini kulturist apparatlarni obzor qilasizlar ekan. O'zi do'konlaringda boshqa narsa ham bormi degan akalarimiz uchun hozir sizlarga do'konimizda bor narsalar haqida gapirib o'tamiz. Birinchisi 5 ot kuchli mini kultivatsiya apparatlarimiz bo'ladi. Keyingisi 7 ot kuchli motovloglarimiz bo'ladi. Xohlaganlar uchun unaqa kartchani sistema o'rnatilgan variantlari ham mavjud. Yana 17 ot kuchli motovloglarimiz ham mavjud. Aravalarimiz motovloglar uchun 500 kg, 1 tonnali, 1,5 tonnali aravalarimiz mavjud. Xo'p. Ballonlari katta Damas ballondan qo'yilgan bo'ladi. Dishlari aylanadigan dishlar, o'tiradigan, oyoq qo'yadigan joylari taxtadan bo'ladi. Dishlari kontinentdan foydalanilgan bo'ladi. Xo'p, 500 kg aravamiz o'tiradigan va oyoq qo'yadigan joylaridan taxta bo'ladi. Dishlari aylanadigan dishlar bo'ladi. Agarda motoblok yoki arava biron ikkalasidan bittasi og'anadigan bo'lsa, ikkinchisiga zarar yetmaydi akalar. Xo'p, ballonlari skuter ballon, yumshoq ballon bo'ladi. Bunda ham kontreyerdan foydalanilgan bo'ladi akalar. Kimdan kim xuddi shunday aravalardan yoki motobloklardan xarid qilmoqchi bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Xo'p, xohlaganlar uchun xuddi shu turdagi universalniy pluglarimiz, temir ballonlarimiz, selkalar, aylama pluglar, 3D lemixli ocharlarimiz, bir stokali ocharlarimiz, ya'ni pluglarimiz, karshika patillarimiz, agatlarimiz ham mavjud. Mana bu yerda o'tiradiganni uchun apparatlar ham mavjud. Reduktorli. Mana xuddi shu turdagi agatdan orasini kultatsiya qilish uchun apparatlarimizdan yetib kelgan, aloqaga chiqaverasizlar akalar, arzon narxda qilib beramiz. Xuddi shu turdagi mini kultatsiya apparatlarimizdan yetib kelgan narxlarini aloqaga chiqqanlar aytib o'tamiz akalar. Hop, bitta sepli gusnic apparatlarimizdan yangi partiyasi yetib kelgan akalar. Ikkita sepli gusnic apparatlarimiz ikki xil varianti bor. Benzinli va solarkali motorlari mavjud akalar. Xohlaganlar uchun rotorning kasilka yoki jatkalarni ham xarid qilib olishingiz mumkin. Dori sepadigan apparat, jatkalar, dori soladigan, don ekadigan apparatlarimiz, ya'ni selkalarimiz ham mavjud. Universalniy plug motorlarimiz, shlanglarimiz va mana bu yerda karshika patillarimiz ham mavjud. Xohlaganlar uchun mana bu yerda bir stokali pluglarimiz, gusnic uchun agati ham mavjud, payshaklari ham mavjud akalar. Kimga nimaki kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Hammasidan topib berishga harakat qilamiz akalar. Xo'p. Do'kon ichiga kirganinglarda sizlarni motopilalar, kachilka apparatlar, suv nasoslar, anaqa pompa motorlarimiz, pastda suv tortadigan motorlarimiz, traktor 7-17 ot kuchli motorlari, o'tiradigan zapchastlari, svarka apparatlar. Kimga nimaki kerak bo'lsa, xuddi shu turdagi selka apparat kerak bo'ladimi? Kimgaki bir tomonda dori, bir tomonda urug' yetadigan kerak bo'ladimi? Lazmalar o'zgaradigan bo'ladimi? Akalar, dori sepadigan apparatlar nimaki kerak bo'lsa, dvijoklarimiz ham mavjud. Aloqaga chiqaverasizlar, arzon narxlarda qilib beriladi akalar. Xo'p, manzil Farg'ona shahar avval qishloq agroservis do'koni bo'ladi. Lekin qishloq xo'jaligi texnikalarining optim bazasi bo'ladi akalar. Kimdan kim xuddi shunday texnikalardan xarid qilmoqchi bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Jonlaring sog' bo'lsin, keyingi videolarda ko'rishguncha.